Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yilqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz diqqatingizga huzuruna sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tushiramiz. Diqqatingizda Tailanddagi Uyg'urlarning ochliq e'lon qilganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. 70 nafar Uyg'ur imzosida o'zlarining ochliq e'lon qilganligini e'lon qildi. Shundaqla İstanbulning fathi qilinganligining 563-yillik İstanbulda naydi keng ko'lamda dog'dug'liq tabriklandi. Bu tabriklash marosimida Cumhur Reisi Erdoğan Qrimdan Turkistongacha ko'z yoshli qarindoshlarimga salom bo'lsin degan so'zi bilan bu hashamatlik faoliyatni boshladi. Shundaqla Xitoydagi zamonaviy qulluq dunyoda 2-chi o'rinda turadiganligi e'lon qilindi. Bu xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Uyg'ur sotchining Uyg'urlarning aqlg'anligi sababli vazifasini elib tashlaganligi haqidagi xabarimiz. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar Birliği Kengaş yığınında Şarkı Türkistan meselesi müzakere kılındı. Malaysiyada çağırılgan İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar Birliği'nin 21. nöbetli Kengaş yığınında Şarkı Türkistan meselesi o'ttirg'a qo'yildi ve muhim kararlar e'lon qilindi. Malaysiyaning Sabah o'lkasi Kota Kinabalu shahrida chaqirilgan İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar Birliği'nin 21. nöbetli Kengaş yığınında İslam Dünyası'nın her qaysi joylarida duch kelayotgan masalalar bilan bir qatorda Sharq Turkiston masalasi o'ttirg'a qo'yildi ve muhim qarorlar elindi. İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar Birliği dünyanın her qaysi joylaridan kelgan 100 dan ortiq ammevi teşkilatning o'rtaq qarori bilan 2005-yili 1-may İstanbulda qurildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bu birlikning bir a'zosi bo'lish sifati bilan ko'p yillardan buyon mazkur birlik tarafidan uyushtirilgan yig'in faoliyatlariga qatnashib, Sharq Turkiston davosini ammevi teşkilatlar vasitasi orqali islom allariga to'g'ri yetkazishga tirishib keldi. Hazır bu birlikning 60 dan ortiq davlatda 312 a'zosi bor. İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar Birliği'nin bu nöbetli kengaş yığını ve bu yığın dairesideki faaliyetler 26 maydan 29 maygacha Malaysiyaning Sabah o'lkasida elib berildi. Merkezi İstanbul'da bo'lgan Sharq Turkiston Ma'rif ve hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullah O'g'izxon Türkiye heyeti qatorida Sharq Turkistonga vakolatan bu nöbetlik yig'inga ve Sabah o'lkasida uyushtirilgan bir qator faoliyatlarga qatnashdi. Sabah o'lkasining raisi bosh muftisi yig'in heyetining sharafiga tamoq ziyofati berdi. Sabah o'lkasining muftisi boshdan oxir hay'atga hamroh bo'ldi. 28 may bu navbatlik yig'in qatnashish uchun dunyoning har qaysi joylaridan kelgan kengash a'zolari Malaysiyaning Sabah o'lkasida o'tkazilgan Islom va dunyoviy tinchlik xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga ishtirok qildi. Bu navbatlik yig'inning rasmiy kengash va muzokarasi 29 may sahar soat 8 dan soat 16 gacha o'tkazildi. Yig'inda birlikning elib borgan xizmatlari xulosalandi va bundan keyingi plan strategiyalar muzokara qilindi. Bu yig'inga Sharq Turkistonga vakolatan qatnashgan va yig'inga aktiv fikr qatnashtirgan Hidayatullah O'g'izxon apandining bildirishicha, islom dunyosining har qaysi joylaridagi bir qator masalalar tilga ilingan yig'inda Sharq Turkiston masalasi muzokara qilingan. Sharq Turkiston davosi yo'lidagi qiyinchiliklar buningga nisbatan islom dunyosining mas'uliyati va islom dunyosidagi Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan sal qarash nuqtaliq ta'kidlangan. Bundan keyin Sharq Turkiston masalasida o'rtaq bir xizmat programmasi yo'l qo'yish qarori elingan. Yig'inda yana kengash a'zolari va sirtdan qatnashuvchilar tomonidan sunilgan konkret fikr va takliflar muzokara qilingan. Türkiye heyeti Malaysiyadagi munosabatli shaxslar va tashkilotlarning taklifi va o'rinlashtirishi bilan 31 may tushdan burun Turkiyaning navbatdagi siyosiy vaziyati temasidagi bir ilmiy muhokama yig'iniga qatnashdi. İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar Birliği'nin baş katibi Adukat Ali Kurt yig'inda doklad bergan. O dokladida Türkiye'de yaqinda yuz bergan hukumat almashish masalasi, Türkiye'nin 14 yildan buyon ichki va tashqi kuchlar bilan elib borgan kurashlari va qo'lga keltirgan natijalari, shundaqla G'arbning terrorlik tashkiloti PKK va PYD'larni Türkiye'ga qarshi qandoq kuch kiritayotganligi qatorliq masalalar ustida to'xtalib, Malaysiyalik qarindoshlarining Türkiye haqidagi andishalariga tushuncha bergan. Biz bu haqda yig'in qatnashgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidayatullah O'g'izxon bilan maxsus suhbat elib bordik. O yig'indan da asosan islom dunyosining masalalar kun tartibga kelgandan menga so'z keldi. Men bu yerda Sharq Turkiston masalasining bugungi ig'ir ahvolini, islom dunyosining Sharq Turkiston masalasidagi mas'uliyati va bu to'g'ridagi ihmolini
bu to'g'ridagi bunda ko'rmaslik selish jinoyat shaklidan darajaga yo'g'idek bunda ahvolda bo'lganligi oxirgi misoli istanbulda ochilgan islom ishbirligi tashkilotidami sharqiy turkiston masalasi bu 40 millionlik bir millatning ummatningki shunday ig'ir masalalar hodisalar turib u yerda zikr qilinmasligi normalmi bu anormal bu bu masalagami bu İslam bizniki İslam dünyası ammi teşkilatlar birlikimi şu OIC İslam İşbirlik Teşkilatı'ndan gelişmeydi. Olanınki İslam İşbirlik Teşkilatı devlette ara teşkilat. Olanınki menfaat meseleleri var. Devletin siyasi, iktisadi, askeri menfaatlerine takılganlık için ola o gepni kılmaydı. Ama bu teşkilat bu bizniki ümmetninki ko'chadagi xalqning tashkiloti bu yerda nimaga tutashidi biz amaliyotda ulardan kuchliroq dedim ya'ni islom ishbirlik tashkiloti 50 davlatda biz 60 davlat tutsak bizningki biz xalq tutsak bu tashkilot bizningki undaq bir bir joy taqilib qoldigan manfaatimiz olmaydigan tursa shu islomni ustunga chiqish musulmonlarni qo'g'dash bizning vazifamiz tursa Vədi Türkistan meselesini atlatıp öteş qanday oldu deb men xeyli ağır to'xtaldim. To'xtalgandan keyin pek ta'sirlandigan. Balasını yo'qotib qo'ygan onaning nolisi g'ulg'uli qo'zg'adi. Bala yo'qolib ketish hodisalarining Sharqiy Turkistonda og'ir ijtimoiy masalaga aylanganligi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida yaqinqi yillardan buyon ko'p tilga ilingan masalalarning biriga aylandi. Bala yo'qolib ketish hodisalarining Sharqiy Turkistonda allaburun og'ir ijtimoiy masalaga aylanganligi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida yaqinqi yillardan buyon ko'p tilga ilingan masalalarning biriga aylandi. Pat-pat degudek ijtimoiy aloqa vositalarida bala izlash e'lonlari paydo bo'lib, bu vaqtdagi munozaralar davomlashib keldi. Eng ko'p tanqid qilingan nuqtalarning biri Xitoy doiralarining bu jihatda unumli tadbirlarni yo'lga qo'ymasligi bo'ldi. Yaqında ijtimoiy aloqa to'rida tarqalgan bir qisqa film yana bir qitim kishilarning diqqatini bu masalaga tortdi. Yo'l ustida yonfoni tortib olingan bu filmda o'ttir yoshlardagi bir Uyg'ur onaning yo'qolib ketgan farzandi uchun qilgan noli faryodi va yordam chaqiriqi ko'rsatilgan. U ana boshqa bir necha ayol bilan birlikda uchchoqliq motosikletda o'ltirgan bo'lib, farzandining ismining Zubayra ekanligini aytdi va telefon kamerasiga qarab, "Balamni tepishga yordamlashinglar, mening birli yurak parim. Men faqat chidamadim. Jenimni desanglarmi beraman qarindoshlarim, men chidamadim" deb ho'ngrab yig'lab ketdi. Bu vaqtdagi inkoslarning birida Uyg'ur farzandlarining o'g'irlanib Xitoy shaharlariga elib berilib o'g'irlikqa silish qilmishlarining 30 yildan buyon davomlashib kelayotganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Uyg'urlarni xohlagancha tutib jazolaydigan Xitoyning bola atkazchilariga yo'l qo'yayotganligi tanqid qilingan. Yana ba'zi inkoslarda bu aniga bo'lgan hissdoshlik ifodalangan. Nagili qarasa Uyg'urning ko'z yoshi eqiyotganligi tilga ilinib, Rabbimizning rahmati va birligimizga bo'lgan tilaklar ifodalangan. Mening bir tane yürek param men faqat chidamadim. Men qiyomatgacha ajrimni qaytirib qarindoshlarim. Mening jonimni talab qilsam bir qarindoshlarim bolarimni balamni tepishsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda İstanbulda yashayotgan Uyg'ur ziyolisi Abdurahim Jon bilan suhbat elib boramiz. Mushu hozir o'zi telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abdurahimjon oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Abdurahimjon ham sizga ma'lum, yana har bir Uyg'urga albatta ma'lum shu yillardan buyon vatanimizda kundaligidek bir bolaninki yutib ketganligi, o'g'irlanganligi, mush to'g'riliq har xil ichinishli xabarlarni ko'rib turyapmiz. Bechora onalarninki, oilalarninki şu nalisi dad periyatları ekranlarga ancha-muncha chiqib turganda Xitoy hammasini chiqamizmi? Shunda bu küçük mengatydi. Buningki albatta nurg'unlagan inkaslar to'rlarga qaraydigan bo'lsak, har xil inkaslar va buning sababininki Xitoyninki buning sal qarayotganligi yoki Xitoyning qo'li bor ekanligi degandek hamdi. Siz bir ziyoli bo'lib suhbatingiz bilan vatandimijiq bu ishlarga ko'p yo'liqqan liqimizni bildik. Şu vaqtdagi bir fikringizni, sizningki qarashingizni bir
bilip baksak. Buludu. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Endi ben bu Xitoydan chiqqanida jiq uzoq olmadi. Xo'sh. 2 yillar atrofida bo'ldi. Vatanlik vaqtimizda bu to'g'riliq jiq ma'lumotlarni anglab turdik, mushaga chiqqandan keyinmi har xil xabarni anglab turdik. Endi buni o'zimning bilganlari asosan Xitoy bu bir necha turga bo'lib bizning bu persentlarimizga nisbatan bir qo'lini sunuqlik hamda. Bunun asosiga bularning shu boshqa kelgunda, ya'ni oqqon Xitoyning qo'li bilan shu yezilidan. Çünkü bizningki farzandlarimiz yezilida ota-onasi etizliqlarga chiqib ketadi. Bular hozirgi vaqtda siyosatda har kuni yig'in deb to'lg'an ekan. Nurg'un farzandlarimizning ota-onasi turmada, siyosiyda hozir necha minglab ota-onalar yetayotgan ekan. Bu farzandlar g'amsiz holatda bu yezilida to'polada so'g'ib bu deganda yo'lda o'ynab yurydimdi. Xo'sh. Bu jarayonda bu mahallalarimizda bo'libmi janubda shu chach oladigan, har xil ushak uy saymonlarini sotadigan Muşu banada. Remont yalıqı tiş doktorluk muşunda vasıtaları bilen muş Xitaylarning oqqon Xitaylar da ko'p keladi bu yerga. Xo'sh. Hatta mening ko'zim bilan ko'rgani 2-3 qatim muş Xitaylarning aşda kichik bolalarni yo'g'on xaltiga selib, motorni oldiga besib kelib qechayotgan yerda tutilib qolgan alomat bo'lgan. Shu 2001-yillari, 2002-yillari shu Xitaylarni tutib olib, mana biz qo'llarimiz bilan urgan shu vaqtda. Demak Bularni hozirgi davrda bu bolalar kundan-kunga bak ko'p bo'yitayotgan bolalar. Shu Xitoyningki odam izlash ilonlari qarsaqmi odamning zodi qo'qis kelgida holatda bo'yitayotgan bolalarning sonlari. To'g'ri. Bu bolalar uning ustiga tepilmayotdi. Bizning vatanda misol janub tarafda bir kanatdan bir kanatga berish uchun shu qadar bir mushkul bir bo'layotgan holatda bu kanatda yutib ketayotgan bolalarimiz untinsiz yo'qolib ketyapti. Buning bir yak ep ketilishi men bu tasavvur qilmaymanki bu qadar har bir kanatda chog'ilini qurib, tekshirish punktlarini qurib bu qadar qattiq tekshirilayotgan bir vaqtda bir Xitoy ya'ni o'ziga asla o'xshamaydigan yot bir millatning bolasini elib bu yo'ldan bexatar holatda elib o'tib ketishlari bu ichkirida nurg'un bolalarningki jasadlari bayqaldi. Mesela Ürümçil'de ötkende videoda gördük vatanlarımızda nurgun şu ballarınki cesetlerini hatta ikisini aldı yıkılıp taşıp koygan işte vallahi oldu. Ürümçil'de ne çıkıyorken buna. Demek muşunda bir kattık çağdıldı tekşirilip atkan bir vakitte bulanı hatırcam bu yerden ballarını elip xeli 5-10 bin kilometre daireli ekitişlere elbette bunun arkasında bu Xitayning qulvalığı bu hiç qanday bir gumantalab qilmaydi bunun. Türk matbuotidan Xitoy amaldorlarining bayonlariga inkas. Sharq Turkistondagi Xitoy ishg'olchilarining Xinjiangning diniy erkinlik ahvoli nomli oqtashliq kitobni e'lon qilishi va Uyg'urlarga diniy erkinlik berganligi haqida muxbirlarning savollariga javob berishi Türk axborotlarida inkas qo'zg'adi. Sharq Turkistondagi Xitoy ishg'olchilarining bir necha nafar gumashtisi 2-iyun Xitoy Davlat ishlari ministrligida axborot e'lon qilishini aytib, atalmish Xinjiangning diniy erkinlik ahvoli nomli oqtashliq kitobni e'lon qilgan va Uyg'urlarga diniy erkinlik berganligi haqida muxbirlarning savollariga javob bergan. Turkiyaning Time Türk tori birinchi bo'lib Xitoy amaldorlarining bayonotlariga inkas qaytirib, Xitoy Ramazonda Uyg'urlarga xotirjamlik berarmish mavzuliq bir qisqa obzor e'lon qilgan va Xitoy amaldorlarining va'dalariga bo'lgan gumonini o'ttirg'a qo'ygan. Maqolada aytilishicha, Ramazon harfisida axborot e'lon qilishini ochgan Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlari Xitoyda diniy kamsitish yo'qligini va musulmonlarga Ramazonda mudohala qilmaydiganligini aytgan. Lekin Xitoyning bu bayonoti Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan kamsitish va zulmlari sababli musulmonlarga ishonch berilmagan. Xitoy amaldorlari Ramazonda musulmoncha oshxonalarning ochilish yoki ochilmasligini tamamen xo'jayinlari qaror qildi degan va hech kishiga diniga ishonish yoki ishonmaslik sababli kamsitishga uchurmaydiganligini ta'kidlagan. Maqolada Xitoyning 18 yoshdan to'vanlarni masjidga kirgizmaydiganligi, ayollarning hijoblanishi va erlarning saqal qo'yishni cheklaganligi, maktablar, idora organlar va ish o'rinlarida namoz o'qish va hijoblanishni man'iy qilganligi, texi o'tgan yil Ramazonda Sharq Turkistonda ro'za tutishga cheklama qo'yganligi, bundaq ahvol ostida Xitoy amaldorlarining va'dasining qanchalik amal ilishadiganligi oldimizda ayon bo'ldiganligi o'tirg'a qo'yilgan.
Taylanddagi Uyg'urlar ochliq e'lon qildi. 3 yildan buyon Tayland turmusida tutib turilayotgan Uyg'urlar o'rtaq imzoli xat yozib, o'zlarining Tayland turmalarida qiyin qistoq va nachar muomalaga uchraganligini oshkorladi. Shundaqla erkinlikka bo'lgan talpinishini ifodaladi va ochliq e'lon qilganligini jakarladi. Taylanddagi 70 Uyg'ur nomida yozilgan xatda ular o'zlarining 3 yildan buyon Taylandda tutib turilayotganligini, o'tgan yili 140 dan ortiq Uyg'urning Xitoyga majburiy qaytarilganligini tilga olgan va o'zlarining Xitoyga qaytarilib, ig'ir qiyin qistoqqa, qamoq jazosiga yoki hayotiy xavfga uchrashiga bo'lgan andisini o'tirg'a qo'ygan. Ular boshqa davlatlardan kelgan ko'chmanlarning har xil yordamlarga erishayotganligini, lekin o'zlarining mayli biror davlat yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bo'lsin, hech qanday yordamga erisha olmaganligini o'tirg'a qo'ygan. Ular oxirida erkinlikka bo'lgan orzusini va irodasini ifodalab, bunday xitob qilgan. Biz tamoq tashlab, bu yerda o'lib ketishni yaxshi deb bilamiz. Biz erkin bir davlatga chiqib bo'lguncha yoki o'lguncha tamoq yemaymiz. Taylandning bizning ishlarimizni bartaraf qilishini umid qilamiz. Boshqa davlatlarning bizga yordam qilishini umid qilamiz. Biz erkinlikka chiqib bo'lguncha tamoq yemaymiz. Boshqa davlatlarning buningga qarab turmasliklarini umid qilamiz. Ularning ochliq e'lon qilishi Uyg'ur jamoatchiligi, Sharq Turkiston tashkilotlari va kishilik huquq tashkilotlari orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Taylandning bir amaldori bu haqda inkos qaytardi. BBC to'rining 2-iyun xabar qilishicha, Tayland Davlat bexatarlik komitetining boshlig'i Tawip Natnium Bangkok pochtigasining ziyoratini qabul qilganda Taylanddagi Uyg'urlar haqida ifoda bildirib bunday degan: agar ko'chmanlar chegaradan kirganda jinoiy ishlar bo'yicha ayblansa, biz ularni asli joyiga qaytarishimiz kerak. Tayland jinoyatchilarni qo'llamaydi. Shuning uchun biz jinoyat bilan ayblangan Uyg'urlarni qaytarib berishimiz lozim degan. U yana hozir Taylandda 55 Uyg'urning tutib turilayotganligini va ularning salohiyatining dalilinayotganligini aytgan. Agar Xitoy yetarli dalil bilan ta'minlab bera olmasa, Taylandning Birlashgan Millatlar Tashkiloti musofirlar mahkamasidan yordam so'rab, bu Uyg'urlarni 3-bir davlatga qaytarib berishni o'ylashadiganligini ta'kidlagan. Biz bu haqda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan maxsus suhbat olib bordik. Endi bu Tayland Malayziya meselesi bizniki şu 4-5 yıl jarayonida hem bu icrat qilib chiqqan qarindoshlarimiz bir inson balasi ko'rmagan bu dunyoda bugungi bir vaziyatda safar qilish imkoniyatlarining taraqqiyotini yani hammadan tasavvur qila oladigan bir paytda bu xalqning tatgan bu aziyatini buni til bilan deb tasvirlab nima qilib bo'lgan olmaydi. Buni bu bek ig'ir, hatto ba'zilarini biz his qilgandan anglashib deyishgandimiz ziyada u odamlar yashagan odamni biladi bu ishni. Buni ko'rdik, qo'limizdan kelgancha qarindoshlarimizdan endi bulashtirishdik. Qarindoshlarning tam shu kelish jarayonigacha nurg'un biz ma'rif jamiyati buni nima deyish kerak, biz normalda jiq faoliyatini yordam bilan munosabatli faoliyatini biz normalda jiq qilib ko'z qilib qo'yib boqmadik. Bizning mushu xildagi Malayziya, Tayland şu yo'l bilan hijrat masalasidagi qiyinchiliklarni qarindoshlarimizninki shu jarayonni yengiltish nuqtasidan biz qat'iylik Malayziya, Taylandga berib ba'zan deb ketib o'ynamış qilib va bo'lmaydi, etmaydi. Bordiganlar chunki chiq. Ba'zan biz vasitlik shaklda moddiy ma'naviy jihatdan yordamlashish va hatto ba'zi boshqa diplomatik yo'l tutish to'g'risida hamkorlashish yo'li orqali qildik, ammo biz asosan bu nuqtada qarindoshlarimizningki to'silib qolganmish Turkiyaga tinch aman jinini qutqizib kelish nuqtasidagi to'salgan bütün to'saqlarni ichish nuqtasidan biz shu Turkiyadagi ta'sirli jamiyat, jamoat shaxsiyatlarini bir shu Anqarada raisini tutib baş ministergacha qanday bir saatda elo deydigan darajada yaqindan bu ishni nima qilib kuzatib keldik va shu shaklda yo'l ichilib keldi. Biz faqat perdening keynida ishni osonlashtirish nuqtasidan xizmat qilinib kelib, buning bir xabar suiiste'mol nuqtasiga qat'iy kirmadik. Bu katta. Ikkinchi Tayland masalasida hatto bizning jamiyatimizda ustozimiz Abdulakimxon Maqsumajimning oila fardlari qurbon bo'lib ketdi. Xitoy 115 odamni qaytganlarning ichida kelini, o'g'limi bor. O nuqtadan elib aytgan chaqda biz buni
yani bizden meselemiz. Yani biz o kırındaşlarımızdan bizden işimizdeki yani bizden işimizde yara aldık. Biz mi yara aldık? Bizden işimizden aile fertlerimi şu kıyınçılıklarını yaşadı. Onun için biz bu doğrudan ötken yıl mı katlık bir hareket edip aldık mı şu 115 edenden Xitay qaytırılış jarayonida mı bizge aydırımga elip mağdı degan çağda haber geldi. Şu vaqtida. Şu kelgan saatdan tutup ta akşamgacha men o şekilde Türkiye'de unchilar muhim bir uçuq devlet bilan uçuq bunda bir yolumuz içilip bakmagan. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Dünya Uygur Kurultayı icraiye reisi Dulqun Aysa Efendi bilen sohbet edip varımız. Özü hazır Germaniyada telefonumuzda. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Hürmetli Dulqun Aysa Efendim sizi aldı bilen ziyaretimizi kabul kılganlığınız için köpten köp rahmet etimiz. Ben köpten köp rahmet etimiz ziyaret kılganlığınız için. Rahmet. Şimdi sizin ekipteki dostlarına hemimizge salam, hürmetle. Ve aleykümselam, rahmet. Dulqun Aysa Efendim hem de emmizge malum ya sizge malum bu davanın içinde buluvatkan bir kişi buluştuğunuz bilen yani Tayland'daki kıyırındaşlarımızın meselesi gün tertipten bir türlük düşmeye geldi. Yani bu bir kaç gün burun şu 70 nefer Uygur kıyırındaşımız şu türümüdün özlerinin imzası bilen özlerindeki açlık elan kılganlığını elan kılıp bu bayanatını elan kılıp xat çıkargandan keyin bu arkadaş tillağı tercüme kılıp akbaratlardı mı gulgul kozgıdı. Bularninki ahvali yani bularninki bu akıbetinin qanday bo'lib ketishi nayt bir g'uva shaklda turibdi. Bugun Taylandning bir amaldorining e'lon qilingan BBCning muxbiriga bergan nimasidimi ularninki balki Xitoyga qaytirilish ehtimolligining borligi qaytirishimiz mumkin degandek gaplar bor. Sizlar da'voda bu ishlarni nega beryapti, buni oqibatini qanday qaraysizlar, bu haqda fikringizni aytmoqsan. Rahmet aldı bilen bu meselede bizim fikrimiz, ağallığımız var. Diğerinizdeki bu Tayland'daki kıyırındaşlarımız birkaç yıldan bu yan meyli Dünya Uygur Kurultayı olsun veya ki başka teşkilatlar olsun. Yani bu dava sepede hizmet kılatkan bütün teşkilatlar ve dava insanlarımızın dikkat itibarını, ihtiyaçlarını ve gün tertibini malum bir kısmını bulup gelgen ve bunun hükümül bulup gelgen bir mesele. Hoş. Bunların bir kısımları Türkiye'ye sağ-salamet yerleşken olsun, bir kısımları eski Xitaylarning qo'liga tushib ketdi, yani bir kısımları Tayland turibdi. Muşi bula ötken bir yıldan bu yan, yani 109 kardeşimiz Xitayga olib ketgandan keyin hozir bir yıl boyida o'tdi takriban. Bu jarayonda bu yerda qilib turgan yani 60 etrafında bula 70 depti hem de bizim bilişimiz 60 etrafında 58 bir san 60'tı. Belki keyin yani birisi 10 da kardeşimiz yani şu sep koşuldu mu tutuldu mu onun beklememiz yok. Hoş. Ama olay İsrail'de 70 depten bula bizde her zaman bizim programlarımızda bizden şu Meyli Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki olsun veya ki başka Germaniya, Amerika ve Avrupa'daki devletlerdeki boğan münasebetlerimizde, ettirvatkan davalarımızda bulanın meselesi her zaman bizden mümkün derslerimizin bir bulup geldi. Hoş. Bu karındaşlarımıza her zaman kömür bulup geldi ve bu bizim hizmet, kışlık mecburiyetlerimizin biri. Çünkü biz vatandaki 30 milyon insanı kusuldurumuz eydikemiz aldı bilen vatanda kaçıp çıkan, bozuğunuz gibi kılan insanlığa sahip çıkışımızın başlaşımız gerek bu meseleni ve bizim mühim kriterlerimiz oluş gerek. Uygur sotçu Uygurlarni aqlash sabablik vazifasidan qoldirilgan. Aqsuda 2 Uygur amaldor Xitoy Kompartiyasidan qo'g'langan va vazifasidan qoldirilgan. Ularning biri Uygurlarning jazosini yenikiltish bilan ayblangan, yana biri tarixni burmunash bilan ayblangan. 31 may Xitoyning Aqsu viloyatlik intizom tekshirish komiteti 2 nafar Uygurni jazolash qarorini e'lon qilgan. Mazkur organning to'g'rida bildirilishicha, viloyatlik o'rmonchilik idorasi ko'kartish ishxonasining sobiq muavin mudiri Ömerjon Hasan va viloyatlik O'ttir xalq sud mahkamasi siyosiy bo'limining muavin mudiri sotchi Polat Chavar intizomga og'ir darajada xiloflik qilish bilan ayblanib, Xitoy Kompartiyasidan chiqarib etilgan va vazifasidan elib tashlangan. Jazolash e'lonida Polat Chavar partiya a'zosi va sotchi bo'lish sifati bilan 3 xil kuchga qarshi turish, terrorlik jinoyatlarga zarb berish qatorliq cho'ng haq-nohaq masalalarda siyosiy maydoni qat'iy bo'lmagan deyilgan.
uning yana partiyaning siyosiy intizomiga xiloflik qilib, terrorlik gumondorlarining jazosini yeniklatganligi tilga ilingan. Uqtirishda Ömercan Hasan Şinjanning tarixini burmalab, davlatning birligi va millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilgan deyilgan. Uning Xitoy bilan maydoni birdek bo'lmagan nurg'un maqolalarini e'lon qilganligi tilga ilingan. Ramazan harbida 2 Uyg'ur amaldorning jazolanishi, yana kelib 2 kishining siyosiy jinoyat bilan ayblanishi Uyg'ur kuzatuvchilari va tashkilotlarining kuchli diqqatini tortdi. Erdoğan, Qrimdan Türkistongacha ko'zi yoshli qarindoshlarimga salom bo'lsin dedi. İstanbul'un fethi qilinganligining 563 yilligi munosabati bilan İstanbul'da dağdug'uluq murasim o'tkazildi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan murasimda qilgan so'zida Qrimdan Türkistongacha ko'zi yoshli qarindoshlarimga salom bo'lsin dedi. İstanbul'un fethi qilinganligining 563 yili munosabati bilan tabriklash faoliyati İstanbul Yeni Kapı sahil maydonida o'tkazildi. Murasimga 1 milliondan ortiq kishining qatnashganligi bildirildi. Murasimga Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Baş Minister Binali Yıldırım, Parlament Reisi İsmail Kahraman ve Türkiye Ministerler İçki Kabineti qatorliq davlatning bütün erboblari qatnashdi. Tabriklash murosimida oldi bilan Qur'oni Karim tilovat qilindi. Keyin İstanbul shahar boshlig'i Qodir To'pposh va İstanbul valisi Vasif Shohin so'z qilib, İstanbul fathisining 563-yilini tabrikladi va fathining bir tinchlik va xotirjamlikning simvoli ekanligini ifodaladi. Arkadan Türkiye Baş Ministeri Binali Yıldırım söz qildi. O sözüde ajdodlarning adil bir dünya qurganligini, Hazreti Ömer ve Salahiddin Ayyubining musulmonlarga emas, balki musulmon emaslarga adolat barpo qilganligini ifodaladi. Baş Minister Binali Yıldırım mundaq dedi: "Fathi demek yenidan tarix sahnasiga chiqish demakdir. Dünya lideri, vatan savdosi Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan rahbarligida fathi ruhini yenidan uyg'otishimiz kerak. Qutluk yürüşke atlanışımız gerek." Fethi mazlumun yanında ve yakınında olmak, düşeni kaldırmaktır. Ezilen halkların minnet dolu bakışlarına, yürek burkan yakarışlarına derman olmaktır. Ahirda Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan söz qildi. Erdoğan sözünü aldı bilan mundaq başladı: "Dünyanın o'xshamagan joylaridan vatanimizga kelib panohlangan qarindoshlarimga salom bo'lsin. Qrimdan Turkistongacha ko'zi yoshli qarindoshlarimga salom bo'lsin. Yuragi o'tliq siz vatansuyar qarindoshlarimga salom bo'lsin." Erdoğan Türkiye xalqi uchun 4 nuqtaning muhim ekanligini ta'kidladi. U 4 nuqta bo'lsa, bir millat, ya'ni turklari bilan Kurtları bilan Laza, Çerkesi, Arapları bilan 79 milyon bir millet. Bir bayrak, hilal müstakillik simvoli, yulduz şehitlerdir. Bir vatan, bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti. Kırım'dan Türkistan'a kadar tüm gözü yaşlı coğrafyamızı selamlıyorum. Şam'dan Bağdat'a, Kahire'den Trablus'a kadar boynu bükük tüm şehirlerimizi selamlıyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Erdoğan söz qılıbatqan əsnada Türk tarixida qurilgan 16 Türk devlet ve imperatorluğuna simvollik qildigan 16 askar 16 Türk devletinin bayraklarını götürüp Erdoğan'ın arkası turdi. Bu bayraklarning arasida Hun devleti, Kök Türk devleti, Uyghur devleti, Saljuqilar devleti qatorliq devletlarning bayroqlarini o'z ichiga olgan. Cumhuriyet Reisi Erdoğan sözünü "Manga her narsa sizlarni eslatadi" degan she'rni o'qish bilan oxirlashtirdi. Murasimda yana Türkiye Hava Armiyasining Shunqar askarlari F-16 kurashchi aeroplanlari bilan har xil mahorat ko'rsatdi. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey... Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Türkiye Radyo Televizyon İdaresi İstanbul Müdiri hürmetli Doktor Abdülhamid Avşar efendi bilen ziyaret edip yaparımız. Özü hazır telefonumuzda. Esselamu Aleyküm.
Ve aleykümselam. Hürmetlik doktor, aldı bilen ziyaretimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Ben rahmet dilerim. Doktor, sizga ma'lum, ya'ni 29 may, ya'ni 29 ila 5-29 kuni, ya'ni Istanbulning fath qilinganligining 563 yil bo'lganlik munosabati bilan Turkiyada, ya'ni Istanbulda nihoyatda keng ko'lamda, nihoyatda cho'ng bir faoliyat o'rinlashtirildi. Cumhur raisi Erdo'g'an boshida bo'lish bilan davlatning butun amaldorlari, arboblari kelib nihoyatda yaxshi Hoş. hayajonli bir faoliyat o'tkazildi. Fatih Sultan Muhammed, Fatih Sultan Mehmet'ninki bu İstanbul'da qanday fath qilganligi nihoyat hayajonli anlatildi hamda qisqa filmlar bilan. Ham biz Uyg'ur ko'rurmanlarimizga Fatih Sultan Mehmet'ninki kim ekanligini sizdan biroz anglasak. Hazır Fatih Sultan Mehmet, hoş. Osmanlı İmperyası'nın en çok padişahlardan birisi. Xo'sh. O 12 yaşlı vakitte birinci kata taxtga ötken, dadısının özünün rızası bilen, dadısının rızası bilen. Xo'sh. Ama kısa bir zaman keyin bu Avrupalık kuşla Osmanlı İmperyası'nı çıkartmak için bir sefer kılganda dadısı bir xat izip, ey dada, padişah ben bolsam sana emir kılmayın, kel taxtga otur. Eğer padişah sen bolsan, kel özel. Alo. Alo, xo'sh. Bir dadısını demek bu demek çok boğandikin düşman. Dadısını demek kılmak istepti. Kelgen yeni padişah boğunda dadısı ben sana devir kılgan bunu deyip demek kılmaktı. Unumağandaki bir kart yazıptı dadısı. Ferman yazıptı. Ey dada, padişah ben boğsam emir kıldım. Kelip oltağın eğer özel padişah boğsam zaten taksinin kelgin bir yer olduğunda şunda akıllık, farazetlik bir padişah. Xo'sh. O altı til bilgan hem Avrupa'dan hem Nimidin Arapça, Persçe til bilgan çok bir padişah. İkinci katamı 19 yaşında taxta ötkendiğin keyin en çok ideali bulup şu İstanbul'un fethini özüge şu hadis-i şerifninki nail olmak için özüge hedef koygan bir padişah. Bütün dinimizini, gayretlerini şunun için seferber kılgan bir insan. Xo'sh. Şunun bilen bulup İstanbul'unu 52 gün muhasara kılıp şunu ondan evvel defaat bilen hem sahabeler devrinde hem Emeviler devrinde ondan evvel mine Osmanlı padişahı boğan Yıldırım Beyaz devrinde gayret kılıp önlemeyen İstanbul'un çok paraziti bilen fetih kılgan çok dünya padişahı. Özümüz zaten hem Avrupa'nın hem Asya'nın hem dünyanın padişahı atılgan çok bir padişah. Germaniya parlamenti atalmış Ermeni davalarını qabul qildi. Germaniya parlamenti atalmış Ermeni qirg'inchiligi qonun taklifini ma'qulladi. Türkiye rahbarlari va xalqi bununga nisbatan kuchlik norozilik bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan atalmış 1915 yil Ermeni davalarına münasebetlik qonun taklifinin Germaniya Federatsiya Meclisi parlamentida qabul qilinganligi ustida to'xtaldi. Atalmış Ermeni davaları haqqidagi qonun loyihasining Germaniya Federatsiya Meclisida qabul qilinishining ikki davlat munosabatlariga cho'ng ta'sir ko'rsatganligini aytdi. Kenyada davlat ishlari ziyorati bo'layotgan Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Turkiyaga qaytgandan keyin besildigan qadamlar ustida o'ylashadiganliklarini eskartib, Tashqi ishlar ministrligining munosabatlik mas'ullari bilan masalani tafsiliy muhokama qildiganliklarini bildirdi. Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini ciddi manada etkileyecek olan bir karardır. Döndükten sonra oturacağız, bunların değerlendirmesini yapacağız ve nasıl bir adım atarız bunları konuşacağız. Türkiye Baş Ministri Binali Yıldırım Ermeni davalarına münasebetlik kanun teklifi avazı qo'yilgandan keyin Berlindagi Türkiye Baş elchisini kengashish uchun chaqirtganligini uqtirdi. U Turkiyaning Germaniya Federatsiya parlamentidan o'tgan atalmış 1915 yil voqealariga münasebetlik Ermeni davalari kanun teklifini hargizmi qabul qilmaydiganligini ta'kidladi. U bizning o'tmishimiz aniq. Bu bir xato qaror dedi.
Türk milletinin geçmişi bellidir. Bu millet geçmişiyle övünen bir millettir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak, başımızı öne eğdirecek hiçbir olay yoktur. Alman parlamentosunun sözde Ermeni soykırımının kabul etmesi asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir. Bunu herkes bilmelidir. Muavin Başminister Numan Kurtulmuş Germaniya Federatsiya parlamentida qabul qilingan qonun taklifining Türkiye uchun hech nima emasligini bildirdi. U burmalangan va asossiz da'volarning qabul qilinishi tarixiy xatolikdir dedi va buningga xalqarалық munbarlarda tegishli javob beradiganliklarini ta'kidladi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Germaniya Federatsiya parlamentining qaroriga norozilik bildirib, mundaq dedi: "O'zining qari batlarini boshqa davlatlarning tarixini burmalash va mas'uliyatsizlik qilish bilan aqlig'ili bo'lmaydi." Adalet ve Taraqqiyot partiyasining bayonotchisi Yasin Aktay Türkiye Germaniya munosabatlarining bu qonun taklif bilan ig'ir ziyonga uchraganligini aytdi. U Germaniya parlamentining qarori do'stona emas, munosabatlarimizga ig'ir ziyon soldi dedi. Türkiye Cumhuriyet Halk Partiyasining parlament a'zosi Barış Yarkadash bu vaqtda to'xtalib, bu qaror hech nimaga arzimaydi. Parlamentlar bu xil tarixiy voqealarga munosabatli qaror chiqarishdan voz kechishi lozim dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamenti Germaniya parlamentining qarorini ayblab, o'rtaq xitobnoma e'lon qilishga tayyorlandi. Germaniya Federatsiyasi parlamenti Armanlarning 1915-yil da'volarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan qonun taklifini qabul qildi. Qonun taklifi ovoz qo'yishga bosh minister Merkelning qatnashmasligi alohida diqqat qo'zg'adi. U qonun taklifi ovozi qo'yilib, ozgina vaqt o'tgandan keyin e'lon qilgan bayonotida Türkiye bilan keng doiralik va nihoyat kuchli munosabatlarimiz bor degan so'zlarga o'rin ajratdi. Bu paytlarda Germaniyaning Anqaradagi bosh elchisi Tashqi ishlar ministrligiga chaqirildi. Xitoydagi zamonaviy qul soni dunyoda 2-o'rinda turgan. 2016-yillik dunyo qulluq ko'rsatkichi seshanba kuni e'lon qilindi. Dokladda aytilishicha, Xitoyda qul bo'lib yashaydiganlarning soni dunyo bo'yicha 2-o'rinda turadigan bo'lib, 3.400.000 kishiga yetadigan. Chet ellardagi tashkilotlar Xitoydagi qul soni to'van hisoblanib qolgan deb qaragan. Yer qulluq ko'rsatkichi doklati 31-may Avstraliyadagi bir xayri-saxovat organ tarafidan e'lon qilingan dokladda aytilishicha, yer sharida 45.800.000 kishi tahdid, zo'ravonlik va qoqti-so'qti qilinish orqali majburiy emgakka silingan yoki qulga aylanib qolgan. Dokladda aytilishicha, Hindiston qul qilingan kishilar soni jihatda dunyo bo'yicha 1-o'rinda turdi ekan. Shimoliy Koreyada qul qilinganlar nisbati eng yuqori ekan. Dokladda Xitoydagi qul qilinganlar orasida odam atkazchilari tomonidan aldab setilgan nurg'un o'smir borligi, ularning qul qilinib, ko'chalarda tilamchilikka silinganligi tilga olingan. Xabar qilinishicha, chet ellardagi tashkilotlar Xitoydagi qul soni to'van hisoblanib qolgan deb qaragan. To'van hisoblanib qolishining sabablarining biri Xitoyda qul qilish harakatlari doiralarining moslashib berishi ostida elib berilgan. Yana bir tarafdan dokladda Xitoy turmalaridagi va tutib turish o'rinlaridagi qul qilish ahvollariga alohida ko'ngil bo'linmagan. Xitoy o'qituvchilarining to'rlarida aytilishicha, 2014-yil e'lon qilingan bir dokladda Xitoydagi 22 o'lka, shahar va avtonom rayondagi turma va tutib turish o'rinlarining hammasida mahbuslar majburiy emgakka silinganligi, kunlik ishlash vaqtining 10 soatdan 19 soatgacha bo'lganligi oshkorlangan. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda bola atkazchiligi jonlanmoqda. Xitoy ishg'olchilari Uyg'urlarni ayol qeri yosh demasdan yo'qilang bahonalar bilan turmalarga qammoqda. Yaqinda yana dehqonlarni hasharga silish avj olmoqda. Aniqki, Sharq Turkistondagi qul qilinuvchilar soni ham nisbatiy jihatdan Xitoydagi, hatto dunyodagi nurg'un joylarning oldida turishi mumkin. Türkiye'nin İzmir şehrida 81 Xitoy aldamchi qo'lga olindi. Türkiye'nin İzmir şehrida elib berilgan harakatda banka kartlarini kopya qilib ko'chirish orqali aldamchilik qilgan Xitoy va Tayvanlik 81 nafar aldamchi qo'lga olindi. Anatoliya agentligining 30-may xabar qilishicha, İzmirning Urla nahiyasida bir avtomatik pul alg'uchqa karta ko'chirish apparati o'rnatilganligi haqidagi axborotga asosan soqchilar bu yerni nazorat qilgan. Kart ko'chirish apparati chiqarish uchun kelganlarning Xitoy fuqarosi ekanligini bayqagan soqchilar ularning iziga tushib, Etokent oila qo'rosida ijara uyda turishliq
10 ayol bilan qo'shganda jami 81 nafar Xitoy va Tayvan fuqarosining borligini aniqlab chiqqan. Ondan uyga besib kirib, tekshirish natijasida banka kartini o'qish va ko'chirish uskunalari, nurg'un sonli qo'l telefoni, xotira kompyuter, simsiz telefon va telefon chaqirish markazi qurish uchun ishlatiladigan uskunlarni qo'lga tushirgan. Qo'lga ilingan 81 Xitoyning jami 3000 ga yaqin kishining banka kartini ko'chirganligi mo'ljallanmoqda ekan. Tekshirish va so'roq qilish jarayonida Xitoy jinoyat shaykillarining ijara olgan uyga telefon chaqirish markazi qurib, Xitoy va Tayvanga telefon qilib, telefon orqali aldamchilik bilan shug'ullanganligi aniqlandi. Jinoyatchilardan 77 kishi Izmir soqchi idorasi atkazchilik va tashkillik jinoyat ishlari sho'basiga topshirib berilgan. Yeshi kichik 4 gumondor bo'lsa, urlarda sudga topshirib berilgan. Bundan burun Keniya va Malayziya telegraf aldamchiligiga chetilib qolgan ko'p sondagi Xitoy va Tayvanliklarni qaytarib o'tgan edi. Birleşken Milletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi'nin aytishicha, o'tgan hafta O'rta dengizda yuz bergan 3 qitimliq paraxod o'rilish hodisasida Yevropaga mangan 700 dan ko'p ko'chman suvda tunjuqib o'lgan. Birleşken Milletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi'nin aytishicha, o'tgan hafta O'rta dengizda yuz bergan 3 qitimliq paraxod o'rilish hodisasida Yevropaga mangan 700 dan ko'p ko'chman suvda tunjuqib o'lgan. Çarşamba kuni taxminan 100 dak odam o'ltirgan bir kema cho'kib ketgan. Payshanba kuni Liviyadan yo'lga chiqqan bir paraxod o'rilib ketib, 550 odam yo'qolib ketgan. Juma kuni cho'kib ketgan paraxodga ko'chmanlar soni noma'lum ekan. Bu paraxoddan 135 kishi qutqizib olingan. 45 kishining jasadi topilgan. Paraxodga nurg'un kishining hozirgacha iz dereki bo'lmagan. Musofirlar mahkamasi bayonotchisining bildirishicha, hozir vaziyat qalaymaqan bo'lib, odam sonini aniq jazmlashtirishga imkon bo'lmagan. Lekin bu haftadagi 3 qitimliq hodisada 700 dan ko'p kishi suvda tunjuqib o'lgan bo'lishi mumkin ekan. Xabar qilinishicha, bu 3 paraxod o'g'irliqchi Yevropaga bormoqchi bo'lgan ekan. Italiya orollari Liviyadan kelgan ko'chmanlar paraxodlarining asosli nishoni bo'lib, o'tgan bir haftada Italiya dengiz charlash soqchilari 14 ming ko'chmanni qutqizgan. Sharq Turkiston vaqfida echilish murosimi o'tkazildi. İstanbulga joylashgan Sharq Turkiston vaqfining markazi yangidan yasash va remont ishlari tamomlanish munosabati bilan echilish murosimi o'tkazdi. İstanbul Fatih rayoniga joylashgan Damat İbrahim Paşa Jamiyasi degan nomdagi tarixiy o'rin Turkiya Cumhuriyeti tarafidan Sharq Turkiston vaqfi uchun ta'sis qilingan bo'lib, bu tarixiy o'rinning 6 yildan buyon remont qilish va yangidan yasash ishlari davom qilgan bo'lib, yaqinda remont ishlari asliga kelib, tutib chiqqandan keyin vaqfining markazida echilish murosimi o'tkazildi. 29 may o'tkazilgan echilish murosimiga Sharq Turkiston vaqfining idora hay'ati va a'zolari qatnashdi. Murosimga yana professor doktor Navzat Yalchintosh, TRT İstanbul müdiri Dr. Abdülhamid Avşar, İstanbul Üniversitesi Profesörü Mualla Yücel Hanım, Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Jamiyatining bosh naziri Abdulakimxon Mahsumajim qatorliq Sharq Turkiston da'vosi uchun xizmat qilayotgan bir qism muhim kishilar va ommaviy tashkilotlarning vakillari taklif bilan qatnashdi. Echilish marosimida Sharq Turkiston vaqfining raisi Asar Turkistonli Saka, bosh katibi Dr. Ömer Qul va Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Erkin Aliptekin qatorliqlar so'z qildi. Yig'inda so'z qilguvchilar Sharq Turkiston vaqfi markazining yengillanishi va yangidan xizmatga kirishishining Uyg'urlar uchun foydali ishlarga vasila bo'lishiga tilakdoshlik bildirdi. Yig'inda Erkin Aliptekin apandi Sharq Turkiston vaqfi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Dadam Aysa Yusuf Aliptekin va buyuklarimizning Sharq Turkiston vaqfini qurishining sababi faqat vatandan kelganlar uchun emas, balki Turkiyadagi va butun chet ellardagi Sharq Turkistonliklar uchun edi. Shuning uchun men sizlardan shuni iltimos qilamanki, bu vaqfiga ega chiqaylik. Nurg'un fidokorliklar bilan qurilgan bu vaqfini davom qildirish uchun hammamiz birlikda xizmat ishlaylik. Bundan keyin butun faoliyatlarimizni mushu yerda o'tkazaylik. Hammanglarga salomatlik tilayman. Yig'inda so'z qilgan vaqfining bosh katibi Dr. Ömer Qul, Sharq Turkiston vaqfining xizmat faoliyatlari to'g'risida qisqacha doklad berdi va bundan keyin elib bormoqchi bo'lgan har turli faoliyatlarni vaqfining markazida o'tkazganligini bildirdi. Dr. Ömer Qul yana oldimizdagi Ramazon oyida har kuni kechda vaqfining markazida 30 kun bo'yicha iftar programmasi o'tkazilganligini e'lon qildi. Her türlü faaliyetimizi burada yapacağız. Bir müjdeyle verelim, inşallah Ramazan'da 30 gün boyunca burada aşımız düşecek. Akşam iftarımız burada beraber dostlarla yapacağız. Nesilimizi, kurbanımızı, düğünümüzü, adamımızı, toplantılarımızı burada yapmaya karar verdik. İnşallah dostlarla beraber olacağız. Ve bütün diğer teşkilatlarımızın burada bir odası var. Gelsinler, beraber olun. İnanıyoruz biz biri olacak, biri olacağız. Ve söylediğimiz gibi Avrupa'ya girersek
İnşallah böyle bir toplantıyı da İmkan Camii'nde yapacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar hayırlı olsun. Rak kesiliga sebep bulduğun her iki buyumdan birisi Xitaydan kelmekte. Türkiye İqtisad Ministerliği yığınında Tamojni Ministerliği ve Savdo Ministerliği'nin import kılınan buyumlarga alaqadar tekshirish dokumenty e'lon qilindi. Türkiye Avaz Radyosu'nun haber kılışça İstanbul tayyor kiyim ve to'qimachilik buyumları eksportchilar birlashmasi boshlig'i Hikmat Tanriverdi 2015 yılda Türkiye'ye import kılınan 14 milyar dolarlık buyumlarını tekshirish dokumenty e'lon qilindi. Bu tekshirishda maynat deb baho berilgan buyumlarning %49% Xitoydan import qilingan dedi. Hikmat Tanriverdi echilish nutqida tadqiqot natijasi haqida ma'lumot berib, 2015 yılı to'qimachilik, tayyor kiyim, oyoq va xurum buyumlari turlari bo'yicha 14 milyar dolarlık import qilingan buyumlarning rak kesiliga sabab bo'lish siniqidan o'tkazilganligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Iqtisod ministerligimiz xavfli buyumlarni tekshirish sistemasi orqali 2015 yılı import qilingan 14 milyar dolarlık buyumlarni tekshirib chiqdi. Bu tekshirishda maynat deb baho berilgan buyumlarning %49% Xitoydan kelgan buyumlar tashkil qiladi. İçki bozorni tekshirib chiqqan Tamojna va Savdo Ministerligimizning sonliq ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, 2011 yili 38,6% bo'lgan xavflik nisbatining bu qatimqi tekshirish sistemasi ishga kirishtirilgandan keyin 2015 yilda 2,9% tövelleganligini ko'ramiz. Sahiya o'lchamlariga xilof holda import qilish hodisasi eng ko'p ko'rilgan mahsulot maktab buyumlari bo'ldi. 2011 yili bu mahsulotlarning ishonchsizlik nisbati 53% bo'lib, bu qatimqi yangi tekshirish sistemasi sayesinde bu mahsulotlarning ishonchsizlik nisbati 3,3% tushirildi. Türkiye İqtisod Ministerliği import ishlari mudirligi, import siyosatini tekshirish va baholash boshqarmasi boshlig'i Alper Tok o'zli bu vaqtda to'xtalib, maynat buyumlar keldigan davlatlar tizimligida Xitoy zo'r farq bilan birinchi o'rinda turib kelmoqda. 7 yillik tekshirish natijasiga qaraydigan bo'lsak, maynat salomatlikka ziyonli buyumlarning %49%ning, ya'ni rakqa sabab bo'lgan har ikki ziyonli buyumdan birisining Xitoydan kelayotganligini ko'ramiz. Xitoydan qolsa 28%lik nisbat bilan Hindiston buyumlari 2-o'rinda. 7%lik nisbat bilan Pokiston buyumlari 3-o'rinda. 4%lik nisbat bilan Bangladesh buyumlari 4-o'rinda turib kelmoqda. Maynat salomatlikka ziyonli buyumlar tizimligida yana İtaliya buyumlarining 1,5%lik nisbat bilan 5-o'rinda turishi hammaning diqqatini tortmoqda dedi. Ürümçi Ulanbay'daki türmede kanlıq vaqa chiqqanligi oshkorlandi. Ürüm shaharlik 1-o'smirlar turmasida 10 nafar o'smir mahbusning 2 nafar navbatchi saqchini o'ltirgandan keyin turmadan qochib chiqqanligi va bulardan 3 nafarining turma sirtida etib etilganligi, qolgan 7sining tirik tutilganligi oshkorlandi. Erkin Asiya Radyosu'nun xabar qilishicha, radio anglag'uvchilardan biri radioga maktub yo'llab, Ürümçi Ulanbay'daki türmede kanlıq vaqa chiqqanligini, vaqada 3 nafar saqchi, 10 nafar mahbusning o'lganligini ma'lum qilgan. Muxbir bu vaqtda Ürümçidagi saqchixonalarga telefon qilganda, vaqaning Ulanbay'dagi o'smirlar turmasida chiqqanligi, vaqa 26 may kecha soat 1 atrofida yuz berib, sahar 6 atrofida alayda saqchilar tomonidan besiqtirilganligi dalillangan. Doirlar vaqani maxfiy tutish haqida maxsus uqtirish chiqarganligi uchun vaqada o'lganlarning soni oydinlashmagan edi. Muxbir avval Ürümçi shaharlik Yongfeng saqchixonasiga telefon qilib, saqchi xodimi Ulanbayning o'z tabialigi emasligini bayon qilib, vaqadan xabarsizligini aytgan. Orqadan Xuanxe yo'li saqchixonasiga telefon qilganda, u yerdagi xodim vaqa haqida o'zining ma'lumot bera olmaydiganligini, bu vaqtda shaharlik saqchi idorasidan ma'lumot so'rashi kerakligini tavsiya qilgan. Muxbirning bu hafta yanamo ilgirlab ahvol aniqlashi davomida o'smir mahbuslarning 2 nafar navbatchi saqchini o'ltirgandan keyin 10 nafarining turmadan qochib chiqqanligi va bulardan 3 nafarining turma sirtida etib etilganligi, qolgan 7sining tirik tutilganligi oshkorlandi. Vaqa haqida texmo aniq va tafsiliy ma'lumotga erishish uchun Ürümchidagi munosabatli o'rinlarga telefon qilgan muxbir ba'zi tafsiliy ma'lumotlarga erishgan. Muxbirning telefon ziyoratini qabul qilgan bir xodim vaqaning tafsiloti haqida munolarni bildirgan. Motam marosimida deyilishicha 25-yil atiganda bir qism bolalar turmadan qochishni planlagan. Ondan birisi Uyg'ur, biri Xitoy 2 saqchini o'ltirib qochib chiqib ketgan.
ikkinchi kuni, ya'ni qochib ketgandan keyin hammasi tutib kelingan. Qochib chiqqanlar jami 10 nafar bo'lib, buning ichida 3 nafari etib etilgan. Shu kuni hukumat taraf e'lon qilgan uchurda 5-oyning 25-kuni sahar Urumchi 1-o'smirlar turmasi o'smirlarni tarbiyalash o'rnida 10 nafar tarbiya obyekti o'smir mahbusning lagerdan qochib chiqib ketganligi, jamoat xavfsizlik kadr soqchilarining qo'g'lab va qo'rshab tutishi natijasida hammasi lagerga qaytirib kelindi deyilgan va bu uchurga Urumchi jamoat xavfsizlik idorasining tamg'isi besilgan. Shundaqli vaqada bir Uyg'ur, bir Xitoy, 2 soqchi xodimining o'lganligi ularning motam murosimida deyilgan. Yuqorqi uchurlardan qaraganda Xitoy doiralari vaqa besiturilgandan keyin idora jamiyat boshliqlarini vaqaning tafsilotidan yuqorqidagi xabarlantirgan. Ammo ularning turmadan nima uchun qochganligi, qochishga sabab bo'lgan vaqa haqida ma'lumot bermagan. Ammo Erkinasiyaga kelgan uchur va ular egillagan bir qism ma'lumotlarga qaraganda turmadan qochish vaqasiga turmada bir mahbusning turmada etib o'ldirilishi va buningga qarata qo'zg'algan mahbuslar isyoni sabab bo'lganligi bildirildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarları programımız muş yerde ahırlaydı. Keler qatımqı programımızda görüşkice sizlerni Cenab-ı Allah'a tavşirimiz. Program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmet açlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.